Hey yo bolalar, qaysizlar, yaxshimisizlar do'stlar? Sizlar bilan bugungi roligimizda biz Pizza Ready o'yinimizni davomiy yangi qismini o'ynaymiz. Tak, biz yangilab oldik, yangi zonalar ochdik, yangi narsalar qo'shildi. Tak, bu yerda hozir bizga ikkita 3ta ishchi bor, pastda, bu yerda ham bor, u yerda ham bor. Tak. Mana shu narsani olsak, shuni bu yerga qo'yamizda. Mana shu kasr tomonga qo'yib qo'yaylik. Tak, mana bu tarafga ham. Ya'ni mana yangi zona ochib ko'ramiz hozir sizlar bilan. Tak, aytibdi for sale deyapti. Bo'ldi, mana yangi joy ochdik. Pul ko'p, 5000 pul bor, 100 talik. Kassa ochamiz. Endi bu yoq tarafdan o'g'izlar kerakda, bunday ichadigan napitklar. Tak, 50 tomonga yana bitta ochamiz. Bu stul ekan. Tak, brat, sizga hozir mana. Oling, brat, oling. Tak, bu tarafda ham yangi narsalar ochdik. 700. Bu yerda ham napitklar ochilgan ekan. Darrov surxib ketadi. Tak, buni ham ochaveramiz. Tak, bu tarafga ham yo'q, shart emas bizga. Mayli, tekin ekan. Tak, 8:20 ga yana nimadir ochildi. 3 minut bizga mana shu skuterchani berdi. Endi biz skutercha bilan g'izillatib yuramizda. Bu tarafga ham olib qo'yamiz. Pullarni. Tak, bu yerdan musullarni olamiz. Tak, endi yana nima qoldi bizga? Brat, tezlashing. Demak, bu yerga qo'yamiz. Yomon o'yinni bagi ko'p, shuni so'qmadi menga. Tak, bu yerga 850 nima bor? Mana 850 ni ochib yuboramiz. Tak, buni kuchaytirsak kerakda menimcha. Bu yerdan pullarni olamiz. 820 ga kuchaytirib oldik. Tak, ko'k qilamiz hammasini. Bu tarafda ham ko'k qilamiz. Endi bu tarafda ko'k olishimiz kerak. Tak, hozircha pul ko'p. Bu yerdan pullarni ham olgunimizcha bu yerda sekin kuchaytirib chiqamiz. Oling, brat. Tak, 1 bilan kuchaytirdik. Endi bu taraf qoldi. Keyin yana bitta levelga oshaveramizda. Mana. Chotki zo'r. Tak, yetdi. Menimcha do'stlar, bugunga yetadi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, keyingi videolarda mana yangi qismlar, yangi narsalar ochilib kelyapti. Bugunga yetadi do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayr.